Assalomu alaykum hammaga. Bugun Nexia 3 avtomatga oq korobkali saka blok qo'yishdi. Sxemasini ko'rib chiqamiz. Saka blokda har bitta eshik uchun alohida simlar bor. Ya'ni Nexia 3 avtomatga qo'yilishda haydovchi tomondagi ulanadigan simimizni ulamasdan ketamiz. Chunki haydovchi tomondagi eshik minus komanda bilan ishlaydi. Har bitta eshik uchun motorchiklarning o'rniga lampochkalar qo'yib chiqqanmiz. Bu yoqda haydovchining eshigi uchun sim ulanmaydi va uni o'rniga avtosim ulanadi. Ya'ni Nexia 3 avtomatda avtosi bo'lgani uchun avtosimga ulab ketiladi. Keyingisi o'ng tomon oldi, o'ng tomon orqa va chap tomon orqaga ulanadigan simlar. Ya'ni bu yoqda toza ko'k simimiz motorchi tomonga ulansa, palasali simlarimiz hammasi knopka tomonga ulanadi. Toza simlarimiz hammasi motorchi tomonga ulanadi. Doimiy minusimiz va doimiy plyusimiz. Zajiganadan keladigan, zajiganaga ulanadigan blokirovka simimiz. Ya'ni buni plyusga ulab qo'yadigan bo'lsak, bu simlarimizda minus bersak ham, plyus bersak ham ishlamaydi. Endi bu yoqda palasali jigarrang, oq palasali jigarrang simimiz bor. Buni minusga beradigan bo'lsak, blokimiz ishlaydi va avtosimga 20 sekund minus chiqib turadi. Keyingisi toza jigarrang simimiz. Bunga bo'lsa doimiy plyusdan plyus komanda keladigan bo'lsa, blokimiz ishlaydi. Zajigana simimizni plyusga tekkizib turib, agar plyus komanda beradigan bo'lsa ham blokimiz ishlamaydi, minus komanda beradigan bo'lsa ham blokimiz ishlamaydi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.